Bugun 11-sentyabr adashmasam. Hali nima bugun o'g'lar bizlarimiz. Xo'sh, mana oyoq. 4 kilolik o'sib ketdi. 2 kilodan oshib ketamiz. Qarmoqchi. Qani buni qo'ng'izchasi kattasini mana uni qo'yganimizdan keyin o'sha maydalashib ketdi. Hali ham bir 10 tadan oshig'ini tashladim maydasini yana pastko'da ekan demanglar. Bular o'sha o'ladigan edi. Iloji yo'q edi buni. Xo'sh, voblerchamiz katta bir 4 kilolik ko'tini uzib oldi. Mana akalar. Mana shuni ko'tida kurchoqcha bor edi mana yerda. 15 sekund bo'lsa ham yaxshi zavq berdi lekin. Maza qildi. Mana uni ko'tida ikkitalik kurchak bo'ladi bunda ham. Mana ko'tidagisini hozirga chiqqan katta uzib yubordi. Buni ham suvga tushib olishim sal qoldi. Mana ko'tida jilkani izi turibdi. Mana yasama. Hech kimning ishlagani yo'q atrofda bugun.